Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi obyektda ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdirdik. Ishimizga baho berib qo'yasizlar. Mana bu xo'l qismimiz. Переходной переключаторdan foydalanilgan. Bu yoqdan kirishdan kirib, xohlagan xonaga kirib ketishda o'chirib yoki yoqib foydalanish mumkin. Bu tarafimizda ham o'chirish yoki yoqish mumkin. Mana bu mehmonxona qismimizda konditsioner uchun bitta rozetka va ikkita dejurniy rozetkalar qo'yilgan. Bitta ключатор. Bu xonamizda ham bitta konditsioner uchun bitta dejurniy va bu yoqda ham dejurniy rozetkalar. Ключатор. Hamma rozetkalar прямой shitdan kelgan. Detskiy yotoqxona uchun bunda ham xuddi shunday konditsioner uchun va ikkita dejurniy rozetka. Sanuzelimiz. Ortiqcha narsa yo'q bu yerda. Xo'sh. Kattalar yotoqxonasi. Bu yer ham переключатор. Bu yerdan kirib chiroqni yoqib, bu yerga spalnimiz o'rnashadi. Bu yerdan o'chirish mumkin. Va biralarimiz. Va televizor uchun ikkita rozetka, bitta set qismimiz tashab ketilgan. Konditsioner uchun rozetka, dejurniy rozetka, ключатор o'rnida telefon yoki nimalarni zaryadkaga qo'yish uchun rozetka, bu tarafda ham rozetka. Ishimizga baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.